O'zbekiston amaliy san'atining eng qadimiy hunarlaridan biri bu qo'lkashtachilik san'ati hisoblanadi. Qo'lkashtachilik san'ati bilan asosan ayollar shug'ullanishgan. Bo'yi yetgan qizlar, ya'ni 6-7 yoshdan boshlab ushbu hunarni o'rganishgan. Har bir qiz o'zini sepiga mana shunday kashta namunalarini tayyorlagan. Qo'lkashtachiligi asosan bo'z va ipak matolarga tushirilgan. Bu hunarni bitta ayol emas, ya'ni 4-5 ta ayol 4-6 oy davomida bitta so'zanani tayyor qilib bitirishgan. Matolar dastgohda to'qilgan. Dastgohda to'qilgan matolarning eni ensiz bo'lgani uchun matolar birlashtirilib, unga chizmakash tomonidan chizmalar chizilgan. Chizmakash tomonidan turli xil chizmalar chizilgan va ular bo'z matosi yana bo'laklarga bo'linib 4-5 ta ayolga taqdim etilgan. Ular har biri kan bo'laklarini oxirida yana birlashtirib, tayyor yaxlit so'zini hosil bo'lgan. Ranglariga keladigan bo'lsak, ranglar tabiiy ranglardan foydalanilgan, ya'ni piyoz po'stlog'i, anor po'stlog'i, shu kabi tabiiy ranglardan foydalanilgan. Bu esa ranglarning o'chib ketmasligini ta'minlagan, ya'ni ranglar qanday bo'lsa, asl holida qolgan. Muzeyimizda O'zbekiston hududining turli kashtachilik namunalari mavjud. Ular shakli, rangi va tikilish uslubiga ko'ra bir-biridan farqlanadi.